Hayotimiz voqea hodisalarga boy va turishimizdan, yurishimizdan yoki raqsga tushishimizdan qat'iy nazar oyoqlarimiz bizga harakatlarimiz bardavomligi uchun tayanch vazifasini o'taydi. Biroq varikoz bizga xalaqit berishi mumkin. Venalarning murakkab vazifasi bor. Kislorod miqdori past bo'lgan qonni qayta yurakka yetkazish. Bevosita teri ostida joylashgan yuzaki venoz tizimi oyoqlarimizdagi qon aylanishining muhim qismi hisoblanadi. Yuzaki venalar mushak qatlamida joylashgan chuqur venalar bilan bog'langan bo'ladi. Mushaklarning qisqarishi chuqur venalarga tortishish kuchini yengib, qonni yuqoriga, yurakkacha yetkazib berish imkonini beradi. Yuzaki venalar mushak tizimidan tashqarida joylashganligi sababli qonni orqaga oqishiga, bosim oshganda ochiluvchi va tushganida yopiluvchi bir tomonlama klapanlar qarshilik qiladi. Ammo homiladorlik, ortiqcha vazn, nasliy moyillik, mahalliy yallig'lanish, tromblar yoki jismoniy faollikning pastligi natijasida venoz bosim oshadi va venalar kengayib, klapanlar yaxshi yopilmay qolishi mumkin. Bu esa yuzaki venalarning kasalliklariga olib keladi. Yuzaki venalarning kasalliklari venoz bosimning surunkali oshishi bilan kechadi. Bu o'z navbatida venalarning yanada kengayishiga sabab bo'ladi. Natijada venalarning varikoz kengayishi vujudga keladi. Bu esa keyinchalik shish va yallig'lanishga olib kelishi mumkin. Ushbu kasalliklar og'riq, tomirlar tortishishi, shishlar, tomirlar yulduzchalari va oyoqlarda og'irlik hissi kabi turli belgilar bilan kechadi. Kasallikning so'nggi bosqichida har xil asoratlar kuzatilishi mumkin. Ko'rik vaqtida shifokor yuzaki venalarning kasalliklarini aniqlaydi va quyidagi davo choralarini tavsiya qiladi. Hamda to'g'ri hayot tarzi, jismoniy mashqlarni bajarish, balanslashtirilgan parhezga amal qilish, kompression paypoq kiyish va chekishni tashlash bo'yicha tavsiyalar beradi. Leaton gel yuzaki venalar kasalliklari belgilarini yengillashtirishga yordam beradi. Leaton gel bevosita oyoqlar terisiga surtiladi va ehtiyotkorlik bilan singdiriladi. Leaton gel tarkibida faol modda geparinning yuqori konsentratsiyasi mavjud bo'lib, bu unga teriga yaxshiroq so'rilish imkonini beradi. Uning gel ko'rinishidagi dori shakli geparinni terining tegishli qatlamlariga chuqurroq kirib borishini ta'minlaydi. Geparin kompleks ta'sirga ega va yallig'lanish o'choqlariga ta'sir qilib, yuzaki venalar kasalliklari bilan bog'liq bo'lgan qo'zg'alish va og'riq kabi belgilarni yengillashtirishi mumkin. Bundan tashqari, geparin yallig'langan venalardan qon sizib chiqishini kamaytirib, shish hosil bo'lishini oldini olishga, koagulyatsiyani pasayishiga va qon aylanishini yaxshilanishiga yordam beradi. Geparinning yallig'lanish, qon sizib chiqishi va koagulyatsiyaga ta'siri Leaton geliga yuzaki venalar kasalliklari bilan bog'liq bo'lgan og'riq, shishlar va oyoqlardagi og'irlik hissini yengillashtirish imkonini beradi. Leaton gel oson surtilib, kiyimda izlar yoki dog'lar qoldirmaydi. Leaton gel shuningdek yoqimli lavanda hidiga ega va yoqimli muzlash hissini beradi. Biz faolmiz hamda kasallikni nazorat qilish va tayanish hissi bilan oyoqlarda yengillik his qilishni xohlaymiz.